Assalomu alaykum hammaga. Bugungi podkastimiz mavzusi antologiya. Antologiya mavzusi bu falsafaning asosiy mavzularidan biri bo'lib, bu olamning borlik, mavjudlik, reallik va boshqa mavzularni, insonning dunyodagi o'rnini bildiradi. Qadim zamondan beri dunyo qanday paydo bo'lgan? Borliq nima? Inson nima uchun tug'iladi? Bu savollarga anchadan beri javob qidirishadi. Shu sababli antologiya falsafaning asosiy yo'nalishi deb hisoblangan. Qadimda faylasuflar ham bu masalalar bo'yicha ko'plab mulohazalar yuritgan. Misol uchun Fales olamning asosi suv deb hisoblagan. Kerakli esa hamma narsa oqimda, harakatda deb hisoblagan. Permanent dunyoni falsafiy kategoriya sifatida tushuntirib, unda dunyo abadiy va o'zgarmas hisoblanadi deb fikr yuritgan. Aristotel harakatni borliqning ajralmas xususiyati bor deb hisoblagan. Masalan, falsafada esa fizik, mexanik, kimyoviy va ijtimoiy shakllar mavjudligi aytib o'tiladi. Makon va vaqt borliqning asosiy shakllari hisoblanadi. Shuning uchun ham ma'lum bir hodisalar ma'lum vaqtda va makonda sodir bo'ladi. Albert Einsteinning nisbiylik nazariyasida makon va vaqt bir-biri bilan bog'liq deb hisoblanadi. Bungi zamonaviy falsafada esa olamning cheksizligi, kengayuvchi koinot va ko'p o'lchovli makon haqida rivojlanadi. Xulosa qilib aytganda, antologiya insonning hayoti, borliq va olam mohiyati kabi chuqurroq savollarga undaydi. Barchasi birgalikda hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizdan bir nimadir olayotgan bo'lsangiz, biz bundan bag'oyat xursandmiz.